42? Bo'ldi, videoni o'chiryapman. Tushunyapsizmi? Lekin to'xtang. Bu galaktika bo'ylab avtostop kitobida superkompyuterning millionlab yillik hisob kitoblaridan so'ng bergan javobi. Lekin nima uchun aynan 42? Ha? Nega? Nega endi bunday bo'lmasligi kerak ekan? Hayotning mazmuni nima degan savolga oddiy va qisqa javob izlash ahmoqlikdir. Sizni o'zingiz hayotingizga mazmun bag'ishlaysiz. 80-yillarning boshlarida bir muallif o'z kitobida shunday javob bergan. O'shanda postmodernizm modada edi. Hech kim hamma uchun umumiy bo'lgan mafkura izlamasdi. Postmodernizm yoki oddiygina postmodern. Siz bu so'zni eshitgan bo'lsangiz kerak. Odatda muzeyda ko'rgazma sifatida unitas qo'ygan yoki bananni devorga yopishtirgan rassomlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Aslida hammasi ancha qiziqroq. Premodern, modern va postmodern. Bular turli xil fikrlash paradigmalaridir. Oddiyroq qilib aytaylik. Paradigma bu dunyo